Artist loyihasi va mana shu super mavsum sizga nima bera oldi va mana shu mavsumgacha nimalar bilan band bo'ldingiz? Bu mavsumgacha Artist loyihasi bizni o'zimni ya'ni shaxsiy avtorial qo'shiqlarimni muxlislarimizni ommasiga taqdim etishimizga juda katta yordam bergan. Shu muxlislarning e'tiboriga tushishimizga ham katta yordam bergan va hozirda super mavsumda endi bilmaymiz, yana yangi qo'shiqlarni xudo xohlasa muxlislarimiz e'tiboriga havola etmoqchi bo'lib qatnashdik. Shu vaqtgacha nima bilan band bo'ldi deganiga, hozir xudo xohlasa 6-7 oktyabr kunlari Xalq do'stligi san'at saroyida o'zimni yakapol konsertiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuni repetitsiya jarayonlaridamiz. Hozir boshqa ijodchi boshqa narsalarga bas yetmayapti. Bugungi ishtirokchilar orasida raqobat qanchalik va bu raqobat sizni xavflantiradimi yoki sizga qiyinchilik tug'diradi? Raqobat qiyinchilik tug'dirmaydi. Menga do'stlik g'alaba qozonsa, xafagarchilik bo'lmaydi. Hamma shu qatnashayotgan ishtirokchilarga hammalarga omad tilayman. Shu qanaqa o'zimga ham